Hey yo obunachilar, hammaga salom. Sizlar bilan men yana o'shan Aka Vlogs bir kanalga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz mana men Aka Vlogs bir Minecraft o'yinida o'ynaymiz. Minecraft o'yinida birga o'ynaymiz ukam bilan. O'tgan safargi prosmotrga 300 ta tashabsizlar. Zo'r o'tgan. Ukam bilan o'ynaganimda 400-500 ta prosmotr bo'lishga yaqin qolibdi. Shuni 500 ta qilib qo'yamiz. Like'lar undan-da ko'p. Mana endi ukam bilan olishga qaror qildim. Qani salomlash. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan qamoq videosi olamiz. Qochishimiz kerak. Qamoqxonadan qochishimiz kerak bu videoda. Ukam bilan birga. Mana biz mana yoqdagi bitta odam bor ekan. Mana u. Bu bizni qamab qo'ydi, mana shu yo'ldan tutib. Qamab qo'ydi mana shu jitel. Mana shu jitel urib qamab qo'ydi. Qani bir buni gapini eshitaylikchi. Ha, senlar qamab qo'ydi. Ha. Mazza qilinglar. Yaqinda bu yoqda bomba tushadi, keyin sizlar o'lib ketasizlar. Ha. Obunachilar jitel nima deyapti? Qara, nima deyapti bizga bu? Qani sen ham bir gapirchi. Qarang, bizga yomon qilyapti. Bu jitelni urib o'ldiraman. Men hali qamoqxonadan chiqib olsam, urib o'ldiraman. Qarab tur sen. Qarab tur, ukam bilan birga seni urib videoda seni sharmandangni chiqazamiz. Qarab tur sen, hali ko'rasan. Ha, qamoqdan chiqib olib keyin gapir. Ha. Hali ko'rsataman men senga. Ko'rsataman. Tez orada bu yoqda bomba tushadi. Shuning uchun qochib qolishinglarni tavsiya qilmayman. Mana shu o'ng tarafimdagi sandiqda richak bor. Ochib kirishingiz mumkin. Ha, mana shundami? Aytib qo'yding-ku. Ha, endi biz mashina olib olamiz. Menga baribir qamoqdan chiqsangiz olishingiz mumkin. Hamma qilamiz bo'lmasa. Qandaydir qilib bo'lsin. Lekin sen baribir o'ldiramiz. Qarab tur sen qara. Ha, men ketdim, bo'pti, ishlarim ko'p. Mana obunachilar jitel ham ketib qoldi. Endi biz nima qilishni o'ylashimiz kerak. Qandaydir qilib mana shu richagni olishimiz kerak sandig'idan. Sizlar albatta kanalga like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu video uchun 500 ta prosmotr xohlaymiz. Ukam kelamiz. Hozir to'xta, ukam qani? Mana obunachilar ukam kirdi, chiqib ketibdi-da ukam. Shuning uchun mana qildi. Bak. Mana obunachilar ukam ketkizib yubordim, o'ynamayman dedi. Yo'qol bu yoqda ne? Mana endi obunachilar chiqib ket o'yindan. Chiqib ketdi. Ya'ni endi men bitta o'zim qoldim, nima qilishni bilmay. Ovqatlar solib qo'ydim. Ovqatlarni yeymiz. Nima qilishni endi o'ylash kerak. Qani, o'tirib o'ylaymiz endi. O'ylash kerak. Qanday qilib olsak bo'larkan, ha? Buzib kirsa bo'larmikan, ha? Bir urinib ko'raychi. Qani? Buzilyapti, lekin bloklangan ekan-da. Mana buzilmayapti, bloklangan ekan. Eshik ham bloklangan. Mana buzilmayapti. Bloklangan. Yarimta blok chiqyapti. Mana devorlar ham bloklangan. Hammasi bloklangan. Pastki devorlar ham bloklangan. Biz endi qanday o'tishimiz mumkin? Bu chekiga tiqilib ham o'ta olmaymiz. Qanday foydalansak? Qonlar buzilyapti. Baribir ham tepadan chiqa olmaymiz. Biz qanday chiqishimiz mumkin? Balki mana bu sirli joy bordir, o'sha bloklanmagandir bittasi. Hammasini ushlab ko'raylikchi. Hamma ushlab ko'ryapsizlar. Albatta kanalga like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani 10 sekund, 5 sekund ichida kim like bosishga ulgurar ekan va obuna bo'lishga ulgurar ekan. Albatta sizlardan men komment kutyapman. Hammani kommentlarda yozib qoldiringlar, ozgina bo'lsa ham. Komment ko'proq qilishimiz kerak obunachilar. 1 2 3
4, 5, 6. Mana sizlarga bonusga 6 ta sanab berdim. Obuna va like bosib qo'yishinglar, obuna va like bosinglar degan umiddaman. Bularni qanday olsak bo'lar ekan endi? Mana yoqda bir sirlilari bo'lishi kerak lekin. O'shalar sindirish bor. Mana sinyapti. Mana sinyapti obunachilar, uni darcha ketdi уже. Mana bu sinyapti. Buni keyin ikkinchisini ham topish kerakda. Qo'llarim og'rib ketdi. Qo'lim og'rib ketdi. Tezroq bo'l. Qo'llarim. Sindirdik. Obunachilar sindirdik. Tabriklashinglar mumkin, sindirdik. Kommentga sindirdingiz deb yozib ketinglar. Qani nechta komment yig'ilar ekan bu videoda? Bu videoda 10 ta komment yig'ilsa, mana shu qismdan keyingi qism chiqadi. Yoki yangi video chiqadi. Endi buni sindirishga harakat qilamiz. Lekin qo'lim og'rib ketdi-da, charchab ham ketdim. Og'rimayapti-ku. Mana uni sindirishga harakat qilamiz, lekin charchab ketdim. Sindirib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Lekin men sindirishga harakat qilyapman. Baribir ham shuncha mehnatimiz uchun like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu video 1000 ta prosmotr olsa yaxshi bo'ladi va yangi video chiqishga harakat qilaman. Lekin buni qilaverib charchab ham ketdim. Voy! Boshqa joyga tegib o'ribman. Jim turamiz, qani? Obunachilar boshqa o'yinlardan ham video olishim uchun kommentga yozib ketinglar. Qanaqa o'yindan video olishim uchun, lekin menga Minecraft yoqadi-da ko'proq. Lekin buni sindirishimizga ozgincha qoldi. Sindirsak уже bizniki. Qani. Sindirdik. Obunachilar mana yoqda turgandek biz sindirdik. Mana ikkitasini sindirdik. Bu bizga kerak emas. Mana bu somonlar endi somonlarni yopib qo'yamiz. Eshikni, ana endi yaxshi bo'ladi. Bu yoqda manadaqalar qo'yilgan. Tugmachalar qo'yilgan. Biz chiqqanimiz uchun tabriklashinglar mumkin. Albatta sizlar kanalga like va obuna bosib qo'yishinglar esingizdan chiqmasin. Men o'sha jitilni baribir ham topib o'ldiraman, men o'sha jitilni. Kommentda qoldiringlar, jitil o'lsinmi yoki tirik qolsinmi? Kommentda qoldirsanglar, o'shanga qarab ish qilaman. Sizlar eng keraklisizlar. Kommentda qoldirsanglar, aytaman. Qoldiraman jitilni. Sizlar albatta kanalga like va obuna bosib qo'yishinglar esingizdan chiqmasin. Eshikdan chiqib qo'yingda mana biz mana katta qamoqxonadan chiqib oldik. Buning uchun sizlar yordaminglar uchun chiqib oldik. Xayrlashgan vaqt kelib qoldi. Hammaga xayr obunachilar. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Like va obuna bosib qo'yishinglar esingizdan chiqmasin.